3. qism. Kechichi o'ktamlik qilib, ya Mamus Siriqni ketkil qo'ymagan, ya Turan Nisoga rahim qilay demagan Habibulloh bir amallarni qilib tong etishni kutib Onunğa bo'lgan avval tangassa xo'lim qo'shillar bu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rsa, ondan o'ziga bo'lishib haqqoniyatni yoqalab, buzuqchilik ustida tutilgan bu ikkisini chong chiqarib adablashib bersa, yoq. Buni buzuqchilik degilimi bo'lmag'idek. Birdam oldirmagan bo'lsa, ikkisini yotqon kirgan naq maydonda tutgan bo'lsa, bu mayli. Qandaqla bo'lmasin, mundaq yerim kechida bir kishi kelib ishik chekkan va ayol ishikni echib uni o'ylig'i boshlagan ekan, bu buzuqchilikqa tava. Texi sella hayalashgan bo'lsa, Mamus Siriqni o'ygimi yotqonga boshlaydi. Buzuqchilikni texi boshlamagan bilan shundoq niyati bor deyishga bo'ladi. Mushu xiyollar bilan fidoilikni voyaga yetkazayotgan Habibulloh xuddi bir yo'g'on ish qilayotgandek ig'zi qurib namdidor qolmag'ini bilan hisoblashib o'tamay, Mamus Siriq bilan Turan Nisoni bo'lashig'i tanlab 70 pushtidan qo'yib qarg'ab butunlay buzuq chiqaribdi. Jonsiz ingrab yotgan, xil uzun bo'lganda ming japoda o'rilib peshayvon to'rikiga yulinib olgan Turan Nisoning qiynaqisiga gap tushundirgudek hol yo'q edi. Tushundirib boqdi. Shuning badiliga nech tayoqni ortiq yeb oldi. Yana tushundirsa yana shu. Bu odam rahim qilishni, to'g'ri xatoni ayirishni, birasiga yordam qilishni bilsa, ishlar munda xo'p ketmaydi. Mamus Siriq Habibullohning qo'lidan qutulish maqsadida uning azroq yolurdi. Bir muncha yolurishlar qaqimgandan keyin talatini buzibli ishik tarafga mangdi. Biroq tong atganda bularning va o'zining qilgan atganlarini butun jamoatchilikka oshkorlashni to'limi dono, oqilona tanlash deb qaror qilib bo'lgan Habibulloh uni darvozadan chiqib qo'ymay saronlik qildi. Bakirak taraf darvoza tarafga siljividi, yonmay mushatdi. Mushunda qilib ikkisi qaytadan tutishib ketdi. Ümidsizlik, azob, xo'rliq, haqorat to'yg'ular orlashib ketgan ahonatlik hislar Turan Nisoni halsiratgan edi. U ikkisining mushtlashchilariga unsiz qarab o'ltirdi. Olam qorong'uligida qaysining kim ekanligini ovozni anglamasa farqlantirgili bo'lmaydi. Habibullohning johil va o'z beshimchilikda uningga nasihat qilgan beka. Yordam so'raganmi beka? Mening fikrimni o'ylash baqqanmi deb umid kutganmi beka? Azaldan aqliqni dadiliq o'rinda yurgizib kelgan bu odam kuyinishni bilmaydi-yu, boshqurishni, qo'rqitishni, jazolashni xo'p obdan biladi. Tong suzlashga boshlaganda Turan Nisolarning o'ylisidan kelayotgan varvorlarni anglaganlar ishik oldidan birdan ikkidan yig'ilishga boshladi. Qorong'ulik ichidagilarni toniyanmay ichi pushgan kimdir biri sopmi kashni so'rab paloqlab kirib, balla uxlayotgan hujurdagi chiroqni yondirdi. Chiroq yo'rishi bilan derizdan tushgan yo'riq o'ylini xeli yo'ritdi. Buningga qanoat qilmagan heliqi chiroq yoqquchi izlashtirib yurib boshqa uy hujurlarniki chiroqlarini butunlay yo'rtib etdi. O'ylig'i tava barliq derizlardan yo'riq tushib, o'yli ichi obdalli yo'rganda ma'lum bo'ldiki, Mamus Siriq bilan Habibullohning yuz ko'zlarining yerilg'ini yerilib, ko'kagini ko'kirib, ishig'ini ishig'an bo'p chiqdi. Yig'ilishqanlar bu holni ko'rib ko'chishdi. Ig'izi burni qon peti peshayvon to'rikiga yulinib, ruhsiz o'ltirgan Turan Nisodan gap so'rashga hech kimning tili bo'lmadi. Har kim o'zi xohlagancha paraz qilib ulgurgan shu vaqtda kimdir biri kenetning omonlik saqlash modiriga xabar yetkazib bo'lgandi. Azaldan tinch ittifoq davri surib kelgan bu kenetda mundaq ishning chiqishi kentdagilarni hayron qoldirganiga o'xshash,
Amalliq mudirnimi hayratga qo'ydi. Xabarni anglab, hayal o'tmay yetib kelgan amalliq mudiri Habibulloh qatorliq uchaylarning chiroyidagi alomatni ko'rib, avvalqidanmi bakrak cho'chidi va bu ishni yuqoriga ma'lum qilish qilmaslik haqida ikkilanib qoldi. Tashkilning qattiq bartaraf qilishi bilan Mahmud Seriq ma'li boshliqlik vazifasidan qoldirilib, o'zini tekshirdi. Ondan ogohlantirish berilib, Kenit komitetining nuqtaliq nazorat qilishiga topshirib berildi. Gerçi hamma ahvollar so'rab oydinlashtirilib, Turan Nisoning gunohsizligi. Shu chaqda Mahmud Seriqning zo'ri bilan ishni ichishga majbur bo'lib, haqiqatan amalsiz qolganligi oshkorlangan. Tashkilning oldida iqi oq, qarsi qora bo'lgan bo'lsa-mu, lekin kishilarning ko'ngildagi obrazi butunlay g'olab tushib, u hammaning nazarida yot erlar bilan ishpesh tortishib yurgan buzuq ayol qatorida sanalib qoldi. Habibulloh dastlabda bu ishni davransib shunchalik yo'g'intib etib, xalqning nazarida ajoyib g'ururliq azmat, inisining oilasini qo'g'dab qolgan qahramon bo'lib, ko'kka ko'tarilishni orzu qilgan edi. Ammo tashkil uning yuz bergan ba'zi ishlarni yuqoriga ma'lum qilmay yoki naq maydonda tutgan taqdirdimi, hech kimga qo'l tekkizmay, ularni tashkilning bartaraf qilishiga topshirib bermay, o'z oldiga ish ko'rib zo'ravonlik bilan mush ko'targanligini qattiq aybladi. Qilganlarining xato ekanligini qonuniy moddalar, amaliy misollar bilan jonliq qilib tushuntirib qo'ydi. Bu qilmishning qonuniga xilof bo'lganligini, vaqti kelganda inisining oilasini qo'g'dab qilish uchun bedokorlik ko'rsatibman deb o'ltamaylar, qonuniy moddalarga silib o'lchab jazo kesiverdiganligini. Buning inisining oilasini qo'g'dash emas, balki zo'ravonlik bilan boshqalarning jismoniy sog'lomlik huquqiga, nom-obro'y huquqiga daxl tarz qilganlik bo'lganligini shaklni o'yan, meg'izni bo'yan qilib turib bakmo aniq bildirib qo'ydi. Shuning bilan Kenit komitetiga dunyoviy chelishidek yuz obro'y ham iftixor tuyg'usida alchanglab kerilib ketgan Habibulloh dunyoni uftirib o'tgandek solpiyib, yeli chiqqan topdek bo'shib, qosh qapoqlarga 1 kilodan muz esib yenib chiqdi. Ko'rgan bilganlar uningga havas qilishmadi. İşlarning keyinimi u boshda o'ylagandek bo'lmadi. Jon tikib turib ko'rsatgan qahramonligi beshiga chiqqili tas qilib, Kenit komiteti va Noillik sud mahkamasi bilan intizom tekshirish komitetidan mushu ishni bartaraf qilish uchun chiqqan kadrlar uni obdalla ta'latib qo'ydi. Qilganlari sal eshib ketgan bo'lsa, balkim bu chaqqicha o'zini ko'yzi kishilar bilan turmada ko'rdiganligini bilgan Habibulloh cho'chidi. Qonunni tushuntirib, g'armay xizmat ishlagan kadrlarga endi ikkinchilab unda qilmaydiganlik haqida yenishlab va'da berib, shu haqdagi kapolatnomaga to'liq imzo qo'yib bormag'ini besib bo'lgandan keyin kelin singlisidan kechirim so'raydiganligi, uning holiga yetib, ishlariga qarshib, ballarining holidan yaxshi xabar elish berdiganligi, inisi jazo muddatini to'shqizib qaytib kelgicha ballarni tang beqishib berdiganligi haqida bir mo'ncha ifoda bildirib, yilqi kadrlarni ta'sirlantirib etdi. Bu ishlar oydinlashib bo'lgandan keyin Mahmud Seriq talatuzida ancha ko'rinmadi. Eng muhimi, u endi Turan Nisoni avara qilmaydigan, hadisa ko'ziga kirib olib, bezirib turmaydigan bo'ldi. Biroq buning keyindagi ahvol texmi ig'ir edi. Mahmud Seriqning ishi tugagan bilan talatuzidagi gapi tugimadi. Pishni ig'voning dastidan ko'chaga xotirjam chiqib kirgili bo'lmadi. Ko'rganlar odam Turan Nisoga qircha, yenichi tegib uni ishqivoz satang, buzuq xotin, naynaqshib erlarni ozdirgan hiligar, noz kerashmi bilan akilab, Mahmud Seriqi etiz eriq ishlarini qildirib olgan tulkijin qatoriga chiqarib etdi. Bu ishlarning tegi-taktini hech kimga tushundirgili bo'lmadi.
Tushundirgan bilanmi hech kim uningga ishonmaydi. Chunki eri o'g'irlik jinoyati bilan turmaga kirib qolgandan beri mahalladagi butun kishilar bu oilaga yomon nazarda qaraydigan bo'lib olgandi. Endi o'g'anda uni org'a elishni xohlamaganlar, so'g'uq nazarli ko'zda urdiganlar, keyindan gap topadiganlar asosan ayollar bo'lib, har gapning birsida Turan Nisodan hezi bo'lish, erini uningga yiqilishib qilishdan to'sish, yosh gul erlarini uning ozdirib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqidagi vakazalar Turan Nisoning yuragini yeb bo'lay dedi. Nima kunlarni peshonasiga elib tug'ilib edikin, endi texi yaxshi ko'rgan odamiga tegib baxtimni topdim deganda eri turmaga solandi. Bir amallarni qilib, ikki balani beqib saqlab turay deganda Mahmud Seriq chiqdi. Onundan qutulanmay tursa, qaynaqisi jahon rasvoligini ko'rsatib, yuragini izivetdi. Shu ishlar bir yoqliq bo'lib texi demasda al-malining nafratlik ko'zlari tikildi. Yana bormidi? Mundoq siqilishlar, mundoq izlashlar yana bormidi? Qachongacha davomlasha? Ayol kishining bo'libmi yolg'iz bosh ayol kishining kuni nimonchi tasdi? Habibullah munosabatli o'rinlardan chiqqan kadrlarga bergan va'dasini unutib qoldi. Teqimiga sangallab, olchanlab uyi ketgandan boshlab Turan Niso bilanmi, bollar bilanmi qarolmadi. Shuncha ishlab o'tgandan keyin uning uyiga yordam so'rab chiqqili Turan Nisoning yuzi chidamadi. Yana bir jihatdan u qaynaqasini o'ch ko'rib qoldi. Butun dunyo uni qarilgan taqdirdimi erining bir qo'saq qarinishi bo'lmish. U Turan Nisoning va bollarning holiga yetishi, yordam qo'lini sunanmagan taqdirdimi yuragini zardab qilib, xalqning oldida xo'rlab bermasligi kerak edi u. Xayriyat. Ishlar mushundoq bo'lgan ekan, ulardanmi yiroq turish kerak. Onasidan ayrilibmi, eridan ayrilibmi o'lib qolmagan odam bunda qaynaqisining bo'lmag'iniga nim bo'lmoqchidi. İpi yengisining holi qaynaqisinikidan yomon. Qapoqlarini suzib shunchalik do'qdiki, na Turan Nisoni, na bollarni ko'ray demaydi. O'zichi bizga ig'ir tushib qoldi demdiya. Shundoq tursa, yana so'g'uq mehmon bo'lib o'yda, ularning oldida nim bor? Turan Niso uchun ig'irchiliklar üzülmay turdi. Etiz eriqning ishlari pat fursati tugamadi. Bollarning usti bosh, qo'rsoq masalasi yerim yotib qoldi. Kun bo'yi etizdan kirmay ishlagashga boshqa bira ish tepib 2-3 tangining amalini qilib bo'lmadi. Eski bo'lsa-mu, o'zidan nimalandir kutsimi, har holda etiz ishlarga odam selib qildirib bergan Mahmud Seriq hozir yo'q. Hamma ish o'ziga qolgan qiyin bir chog'larni boshdan kechirib avvora edi. Chiqimni ozroq bo'lsa-mu tejayman deb ko'zda yig'ib qo'ygan, etizda pishib qolgan sey ko'ktatlarning urug'ini bug'doy reti orasiga, uyi oldidagi talloqqa, o'ylisdagi kichikkina bo'sh yerga terib qo'ydi. Terg'allari unganda qig'lab, sug'urib, o'tab, oqlab parvish qilib qo'ydi, xo'shlarmi yedi, üzümü yedi va yanchuqi ozroq bo'lsa-mu orom bo'ldi. Bir yakshanba kuni oz kundan keyin boshlang'ich maktabga o'qishga kirdigan qiziga kiyim og'ili yakshan bozorga kirgan Turan Niso bozor yo'lining ikki qasnig'ida tog'olarni yerga silib, ustiga uydan agirgan sey ko'ktatlarni, bog'lam osmalarni, o'rik, aynulloh, omut degandek ortiq yemishlarni to'kilib, yo'ldan o'tganlarga qarg'ash tovlab setayotgan ayollarni ko'rdi. U bundoq manzarani burunmi ko'p ko'rgan. Shular sotgan narsalardan o'zi kerakligi bo'lsa olgan. Bo'lmasa qarabli qo'yib yo'liga ketavergan. Biroq bugun bu manzara uningga boshqacha suyimlik tuyulib ketdi. O'zini xuddi shular orasida o'ltag'andek his qilib, yuragi hayajon bilan so'qib ketdi.
Haq qilalaganni u nemishqa qilolmaydi. Haqning etizdan chiqqan narsa uningmi etizdi bog'u. Tugisi yana teriyalaydi. Üsp cho'ngaysa yo'lib, pokizlab, bog'lam tayyor qilib suvatga qochilab ekilalaydi. Bir chiroyli ishkang'u bumu. Shularni o'ylagan Turan Nisa qiyinchiliklari yo'qab ketgandek bir xil to'yg'uda ozoda bo'lib qoldi. U kiyim-kechak bozoriga berishga oldirmay, yelqin notunish sey ko'ktat yayimchilarining oldiga berib, hamma narsaning bahosini bir boshdan so'rab chiqdi. Setiqchilar zerikmay, terikmay, erinmay so'ralgan narsalarning bahosini deb berib, yaymishdagi narsalardan yaxshiraqlarini uning qo'liga tutqizibmi ulguratdi. U bo'lsa faqat bularning bahosini bilib olish maqsadida bo'lg'achqa, hech nima olmay faqat bir boshdan so'rabli o'tib ketdi. So'rab qo'yib ommag'inni ko'rgan bir nechta setiqchi uning keynidan olib, o'tildabmi qo'ydi. Biroq u parvoyi palak holda yanala so'rashni davomlashtirib, "Endi bo'ldi" deganda, ondan asosiy maqsadiga yurib ketdi va necha vaqtdan beri tejab tiqib yiqqan puliga uydan akilib boyla yerim yo'lda setib etgan 3 chorak bug'doyning pulini qo'shib, 2 bolasiga arzon bog'liq yangi kiyimlarni oldi. Ondan azroq matang va pechini setib olib, yo'ruq jahonda uyni tepib olish uchun yurib ketdi.